9-dars. Aqlni to'g'ri boshqara olish uchun uni tashkil qilgan elementlarni ichida qaysi birini o'zgarishi inson ixtiyorida ekanligini bilishimiz kerak. Chunki o'zgarishi inson ixtiyorida bo'lmagan narsa haqida gapirmasak ham bo'ladi. E'tibor berib qarasak, inson miyani yoki uni ishlash jarayonidagi qonuniyatlarni o'zgartira olmaydi. Sezgi a'zolarini ko'paytirish yoki ularni vazifalarni o'zgartirish ham inson ixtiyorida emas. O'zining vujud talablarini yo'qotish yoki ularni boshqa narsalarni talab qiladigan qilib o'zgartirish ham inson ixtiyorida emas. O'zgarmas qonunlar ostida harakat qilib kelayotgan bu borlikni o'zgartirish ham inson ixtiyoridan tashqari bo'lgan ishdir. Demak, bularni bari o'zgarishi inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan narsalardir. Lekin voqea haqida qanday ma'lumot olishlik har bir inson o'z xohishiga ko'ra hal qiladigan ishdir. Bu borlikni yaratuvchisi borligini isbot qiluvchi ma'lumotlarni o'rganasizmi? Yoki modda o'z-o'zidan mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar olasizmi? Bu sizning ixtiyoringiz. Qabul qilishlik inson ixtiyorida bo'lgan bu ma'lumotlarni biri bilan inson aqli boshqariladi. Agar inson voqea haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni olsa, uni aqli o'z vazifasini bajaradi va inson duch kelgan muammolarni hal qilib beradi. Lekin buni aksi bo'lsa, unda aql o'z vazifasini bajarmaydi. Oqibatda inson duch kelayotgan muammolarni yecha olmaganligi sababli doimiy iztirobda qolib ketadi. Shuning uchun ham inson faqat voqea haqidagi to'g'ri ma'lumotlarni o'rganmog'i zarur. Yuzaki qaraganda, insonning hayotdagi vazifasi juda oddiy ko'rinishi mumkin. Negaki, uni vazifasi to'g'ri Ma'lumotni olishlik xolos. Qolgan harakatlar esa hosil bo'lgan tushunchadan kelib chiqaveradi. Lekin hayotda bizga zarur bo'lgan voqealar to'g'risida ma'lumotlar shu qadar ko'pki. Ularning ichida qaysi biri eng to'g'ri ma'lumot ekanligini aniqlash bugungi kungi eng asosiy va muhim muammo bo'lib qoldi. Masalani muhimligi shundaki, agar inson noto'g'ri ma'lumotlarni yoki o'rniga xos bo'lmagan ma'lumotlarni olishligi bilan juda og'ir ahvolga tushishi va haqiqatni e'tiborga olmay, men to'g'riman deb qattiq aldanishi mumkin. Agar bunday aldanish e'tiqod yoki unga aloqador bo'lgan masalada sodir bo'lsa, bu shuday xatarlikki, Alloh barchamizni bunday aldanishdan saqlasin. Qur'oni Karimda aytiladiki, Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mu'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmagan holda o'zlarinigina aldaydilar. Baqara 8-9 oyatlar. shuning uchun ham kimki voqea haqida to'g'ri ma'lumot olishda adashishni istamasa, fikrlashlik hosil bo'lishi tartibini bilish zarurdir. Negaki, fikrlashlik miyada his qilingan ma'lumotlarni bog'lanish jarayoni bo'lib, har qanday ma'lumot ham insonda tushuncha hosil qilib, unga foyda keltiravermaydi. Miyada shunday bog'lanishlar bo'lishi mumkinki, uning oqibatida inson to'g'ri yo'lga emas, balki zalolatga ketishi mumkin.